Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir kuni sahobalar bilan o'tirsalar, ko'chadan bir baquvvat odam o'tib qoldi. Odamlar aytdiki, "Ya Rasululloh, bu odamni qarang baquvvatligini, shu jangda Alloh yo'lida jihodda qatnashsa, fi sabililloh urushsa, savobi ulug' bo'ladimi?" dedi. "Hozir nima qilyapti?" dedi. "Hozir bu oila tashvish bilan yuribdi" dedi. "Ha, bu ham Alloh yo'lidagi" dedi. Qarang, jangda jonini tikib o'limga ro'baro ketish bilan erkak kishi oilasini boqaman deb ko'chaga chiqishligini tenglashtirgan. Shuning uchun ayollar erlarning qadriga yetinglar. Ular jangga chiqqan odam. Erkak kishi ko'chada ming xil tashvish, ming xil odam bilan gaplashadi. Boshida ming xil fikr o'y bo'ladi, uyga kelganda yana ming'irlaydigan xotinga duch kelmasin. Uyga kelganda xotin har doim erini ko'nglini ko'tarish kerak. Chunki er ko'chadagi tashvishlardan qutulib uyga intiladigan bo'lib qolish kerak. Nimaga? Uyga borganda xotini ko'nglini ko'taradi-da buni. Bu saodat, bu baxt xonadoni shunaqa bo'ladi.